Team Spirit komandasi bu yil yana ketma-ket grand finalga chiqa olmadi. E'tiboringizda AM Krakow yarim final yangiliklari. Yarim finalning birinchi o'yini Spirit hamda Furia komandalari to'qnashuvi. Komandalar Mirage, Das2 new kartalarini tanlashdi. Birinchi karta Mirage bu kartada deyarli teng o'yin guvohiga aylandi. Karta boshlang'ich raundini Spirit komandasi olgan bo'lsa-da, keyingi raundlarni ketma-ket Furia komandasi olishni boshladi va hisobni 2-6 ga to'g'rilashdi. Asosiy vaziyatlardan biri 10-raundda bo'ldi. Ya'ni Dong triple kill qayd etib, Spiritni o'yinga qaytishiga ancha hissasini qo'shdi va yana bir ajoyib vaziyatlardan biri 16-raundda Shironing bir o'zi Furiyaning 2 o'yinchisini o'ldirdi va jamoasiga kerakli bo'lgan raundni yutib berdi. Mirage kartasida overtime'ga ham guvoh bo'ldik, lekin Spirit komandasi qancha harakat qilmasin, birinchi karta Furia komandasiga boy berildi va umumiy 13-16 Furia komandasi foydasiga. Ikkinchi karta Das2 kartasi. Bu kartada Spirit komandasi anchagina qiynaldi, garchi o'zini pik qilgan kartasi bo'lsa ham. Avvaliga Brutor, keyin esa Spirit komandasi anchagina uyg'ondi va hisobni 4-4 ga to'g'rilashdi. O'yindagi qiziq vaziyatlardan biri 6-raundda Zontix B plantda yaxshi pozitsiyada joylashib, Furiyaning 3 o'yinchisini o'ldirib yubordi, ya'ni triple kill qayd etdi va bu kartada umumiy 13-8 hisobda Team Spirit komandasi g'alabaga erishib, hisobni 1-1 ga to'g'rilashdi. 3-karta Dongni yig'latgan karta boshlandi. Bu kartada Furia komandasi o'yinning startini prosta dahshat boshladi. Avvaliga 0-6, keyin esa hisobni dahshatli 3-9 ga yetkazishdi. Bu hisobdan keyin Spirit komandasi comeback qilishga harakat qildi, lekin biroz omad yetishmadi va umumiy 7-13 hisobda Furia komandasi grand finalga yo'l oldi. Endi esa Spirit bugun 17:30 da Mouse'ga qarshi 3-o'rin uchun bahs olib boradi. Ikkinchi yarim final o'yini Vitality va Mouse komandalari bahsida. Afsuski, Vitality komandasi umuman Mouse'ga imkoniyat qoldirmadi va umumiy 2-0 hisobida g'alabaga erishib, grand finalga yo'l oldi. Endi Vitality komandasi grand finalda Furiyaga qarshi bahs olib boradi. Mouse esa Team Spiritga qarshi 3-o'rin uchun kurashadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi komanda grand finalda g'olib chiqadi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring va KS News sahifamizga obuna bo'lib, barcha do'stlaringizga bu videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin.